Assalomu alaykum azizlarim, aziz kuzatuvchilarim. Agarda siz hayotingizga pulni juda ham oson kirishini xohlasangiz, sizga albatta pul texnikasi qilish kerak bo'ladi. Sizda ish bormi, yo'qmi, pensioner bo'lasizmi yoki talaba, buning farqi yo'q. Pul texnikasi qanday qilsangiz, u xuddi shunday amalga oshadi. Hozir men sizga ilmiy jihatdan isbotlangan ma'lumotni aytaman. Inson o'zi his qilgan o'ylarni qayta-qayta takrorlasa va haqiqatga aylantirsa, ya'ni bu fizika hisoblanadi, energiyadan materiyaga o'tadi. Bu texnikasini, pul texnikasini bajarganda birinchidan agar tadbirkor bo'lsangiz, albatta pul ish orqali keladi. Ammo siz pensioner, uyda o'tiradigan ona yoki talaba bo'lsangiz ham pul texnikasi bajarsangiz, borliq sizni orzularingizni amalga oshirish uchun atrofingizdagi insonlarning orzularini amalga oshirishni boshlaydi. Masalan, turmush o'rtog'ingizni ishlari yurishmayotgan bo'lsa, yurishib ketadi. O'g'lingizni ishlari yurishmayotgan bo'lsa, yangi ish topadi va daromadli bo'ladi. Xuddi shunaqa pul texnikalariga ega bo'lishni xohlasangiz, Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Telegram kanalim linki opisaniyada qoldirilgan. Linkini topa olmasangiz, direktga orzu so'zini yozib qoldiring, men sizga linkini beraman.